He's done it! And he landed a two from the blue corner. Abdul Avstraliyada yaşaydigan erkin muşluş tənərkətçisi Abdujelil Muhammad ötken hafta Avstraliyanın Adelaide şəhərində ötküzülgən Cənubi Avstraliya almaz qaytırma zərbisi erkin muşluş turunun 18-ci qitimliq müsabiqəsində rəqibi Lucas Smithni yengib, məzkur müsabiqənin çempionluğuna erişkən. 29 sentyabr günü ötküzülgən 66 kilogramlıqlarning erkin muşluş turida uçsuğa Şərqi Türkistan bayrağı bilan Uyğur deb yazılgan kök mayka, Beşiğa Uyghur dopisini kiyib maydonga tushgan 23 yoshlik Abdujelil Muhammad tomoshabinlarning alayda diqqatini qo'zg'agan. Having a chat to him before, and he does say his Khabib style. He was really disappointed in his first performance against Cranberg, but Cranberg had great defensive take, wrestling to stop. Musabiqada 66,6 kilogramlık Abdujelil Muhammad raqibi Janubiy Avstraliyalik mushlaşçı 24 yaşlık Lucas Smith bilan çempionluqni talashgan. Jami 2 meydan davamlaşqan 4 minutdak musabiqada Abdujelil Muhammad birinci meydandan başlapla raqibi 67 kilogramlık Lucas Smith'tin üstünlükni tartib olgan. Her bir meydani 3 minut davamlaşqan musabiqinin ikinci meydanı başlanıp 1 minut bolganda Abdujelil Muhammad raqibini yerga besib, boyundan qamallash orqali uning nafas elishini qiyinlashtirib, mag'lubiyatini qabul qilishga majbur qilgan. He said that he has a Khabib style, and the big question was, is he going to be able to be able to change? Oh! He gets the tap! He got the tap! Wow! Dylan Edwards in the corner was yelling it, and he can't believe it. He gets up there and high fives. I couldn't see the angle. I think it might have been a Kimura. Let's have a look again on the replay. No, yes, it was Americana possibly. Abdujelil Muhammad musabiqadan keyin qilgan so'zida tomoshabinlarga o'zining mashq gruppasi va uningga hamdamda bo'lishga kelgan Uyg'urlarga rahmat aytish bilan bir vaqtda o'zining birinchi qitimliq musabiqadan saboq olib, bu qitim texmi yaxshi tayyorlik bilan kelganligi va medalga erishganligini bildirgan. What of it? That is the blueprint of Khabib style. Just that. First and foremost, I'd like to acknowledge that we gather on the land of the Ghana people. I'd like to pay my respects to past, present, and future generations. Abdujelil Muhammad bir erkin muşluş tənərkətçisi bo'lib qolmay, öz növbəti yana Avstraliya Şərqi Türkistan Yaşlar Birliğinin baş katibi bo'lgan bir fəaliyyətçidir. Ma'lum bo'lishicha, bu uning ikinci qitim Janubiy Avstraliya erkin muşluş musobiqasiga qatnashishi bo'lib, u ilgari 17-ci qitimliq Janubiy Avstraliya erkin muşluş musobiqasida raqibi Cranberg bilan maydonga tushib, uningga utirib qo'ygan ekan. Lekin u bu qitimqi musobiqada raqibiga qarta boshdan oxir kuchli pozitsiyani ifodalagan.